Assalomu alaykum barcha obunachalarimizga. Mana bugun bizning kanalimizga murojaat kelib tushgan. Biz jamoamiz bilan birga Koson tumani Paxtazor MFga yetib kelganmiz. Bu asli Durbek ukamiz bemor. Oldin Mirishkor tumanida 21-safxoz Elobodda yashab kelgan. Hozirda shu yerda istiqomat qiladi. Videoni ko'ramiz, qo'ldan kelgancha bitta like bosamiz, ehsonimizni ayamaymiz. Hadisa qilamiz. Blogerlarga murojaatimiz bitta podeshada qilamiz. Bo'lmasa ketdik, o'zingiz guvoh bo'lasizlar. Hurmatli obunachilarimiz, bular domda 3-etajga turishadi. Mana ko'tarilamiz. Ekranda egalar nomeri bo'ladi. Agar kimdir ehson qilmoqchi bo'lsa, bemalol kelishlaringiz mumkin telefon qilib. Nasib bo'lsa 3-etajga ko'tarilamiz. Va nihoyat 3-uyga keldik, etajga, uyga. Hansirab qoldim. Mana videoni maksimal darajada tarqatamiz. Mirishkorlikda bitta kuchimizni ko'rsatamiz. Chunki bular Hindiston ketish kerak. Vaqt kam qolyapti. Bitta poddeshkada bo'lamiz, ehson qilamiz qo'ldan kelgancha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Sog'lik yaxshimi? Yaqinroqdan oling. Mana shu yigitimiz, Durbekmi sizmi? Mana shu kishi bo'ladilar. Nima bo'lgan sizga? Nima bezovta qilyapti? Nima qanaqa? Kasal bezovta qilyapti. Jigar sirroz? Keling qani? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Tinchmisiz? Yaxshi, rahmat. Bizning kanalimizga murojaat qildik kecha. Kechamiz ancha bo'ldi, vaqtimiz yo'q edi, kela olmadik. Bugun vaqt ajratib keldik. Siz onasimi bu kishini Durbekni? Nima bo'lgan? O'tirib oling, bafurcha gapiring. Nima bezovta qilyapti? Qanaqa kasal? Nima bo'lgan? Nima qo'ygan? Hammasini aytib bersangiz. Aytavering, gapiravering, uyatmayman. Bolamni jigar sirroz deyishdi. Aprel oyida o'tgan 2025-yil. Oldindan ham 4-sinfda bilganmiz biz buni. Toshkentga olib borib dadalari bilib kelgandilar. Yoshligida ko'p qon plazma olganmiz. Virus ham tushgan, qonda mikrob ham tushgan, o'sha ham bilganmiz. Keyin doktorlar, professorlar nazlanchani qilib berardilar. Biz davolanib yurganmiz o'rtada. Bir 4-5 yil gap qilmay ketdik-da, davolanmadik. O'zi o'qidi, singillari o'qidi. Ro'zg'ordan qilib pul ortmay, davolatolmay qoldik. O'tgan yil 2025-yil 9-sentyabr kuni xo'jayinim ham olamdan o'tib qoldilar, dadalari. Shunday qilib kelgan Durbek o'g'lim ko'tarolmay mazasi qochib qoldi. Boquvchingiz yo'q, xulos kelaman. Bir o'g'il. Boquvchingiz yo'q. Boquvchim yo'q. O'tgan yil olamdan o'tuvdilar. Endi bir o'g'il, 2 qiz. Boquvchimiz shu edi. O'qishlarni bitirib, dadasini o'rniga bo'ladimi degandek, yo'q. Mazasi qochib qoldi. Doktorlar Hindistonga olib bormasangiz bo'lmaydi dedilar-da. Shunga chopib yuribmiz endi. Xalqqa murojaat qilishga majbur bo'lib qoldim. Buni uyati yo'q. Endi mana kattasiz opa deymiz. Buni uyati yo'q. Mana siz ham majburlikdan chiqyapsiz bu. Majbur bo'lib qoldim. Iloji yo'q endi. Siz o'zi qayerdansiz? O'zi asli kelib chiqishsiz? Biz asli Mirishkordan. Mirishkor 24-safxozga tug'ilganman-da. Xo'jayinim 21 keyin aqqa ko'chib ketganmiz. Toshkent safxoz, shu 21-safxozda o'sha yoqqa yashaymiz. Bo'yni uchotimiz o'sha qishloqda. Xo'jayinim shu ichki ishlarga ishlagani uchun biz qishloqdan chiqib ketganmiz. Shu 3 balani odam qilaylik deb. Xudoga shukr, yaxshi kunlarga yetib kelganimizda 3 bolam o'qiyapti. Mana endi o'zlari yo'qda. Shu bolalarni odam qilamiz deb qishloqdan chiqib ketganimizga mana o'g'lim 25 ga kirgan bo'lsa 25 yil bo'ldi-da. O'shana qilib shaqlarga yashab ketganmiz. O'zga menga qancha pul kerak, qancha nima deb tashxis qo'ydi? Hamma qog'ozlar bormi kasallik haqida berilgan? Bor. O'sha olib beravering, aka. Bahrom singil. Qayerga? Men o'zimni ham mazam yo'q, Durbek tashkiliy ishlarini
elga ana chiqarishga ham shu mana jiyanlarimni o'zi bosh qosh bo'lib yuribdilar o'zlari. Qanday doktorlar bilan gaplashgan, hammasini bolalarim qilib yuribdi qizlar. Shu jiyanim qilib yuribdi o'zi. Endi bitta o'zingizni tanishtirsangiz, kameraga qarab nimaga, kim bo'lasiz? Aytib bersangiz, qancha nima bo'lgan mana bu qog'ozlarni, qancha xarajat kerak? Assalomu alaykum, hurmatli xalqimiz, mehribon, saxovatpesha birodarlar. Men Durbejonni akalari bo'laman. Jiyanim, akalari bo'laman, jiyanimiz bo'ladi. Shu hozir biz Durbejonni nima kasallik tarixlari bilan tanishtiring. Durbejon jigar sirrozining B toifalari bilan kasallanganlar. Shuni hozir Hindiston Respublikasi bilan biz gaplashib, kasallik tarixlarini tashlab berdik. Ular o'rganib chiqib, qisqa muddatda operatsiya qilish kerakligini bizga ta'kidlab, o'zlari hozir davlat tomonidan Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda hamjihat bo'lib o'sha Hindiston davlati bilan gaplashdik, shartnomalarni tuzdik. Qisqa muddatda hozir olib borishimiz kerakligi, operatsiyani qisqa muddatda o'tkazishligimizni bildirishdi. Biz hozirgi vaqtga qadar mehribon xalqimiz tomonidan $5,500 mablag' yig'dik. Bizga $35,000 hozir zarur bo'lib turibdi. Chunki endi har xil holat bo'lib qolishi mumkin, noto'g'ri tushuncha bo'lib qolmasin. Mana Instagram sahifalarga $27,000-28,000 bilan operatsiya qilyapti degan gap so'z bo'lishi mumkin. Bizda donorlarimiz o'zimizdan chiqmay qoldi. Shuni hisobiga ozgina mablag' ko'proq, ziyodroq kerak bo'ladigan bo'lib qolibdi. Singillarini qoni bir-biriga to'g'ri kelmaganligi uchun singillari baribir donorlik qiladigan bo'lyapti-yu, qonlarini bir-biriga uyg'unlashtirish jarayonlari bo'lar ekan. Shunga mablag' ozgina $12,000, abishni operatsiyadan $12,000 qimmatroq bo'lishi evaziga hozir bizga $35,000 operatsiyaga zarur bo'lib turibdi. Shundan $5,500 mehribon xalqimiz tomonidan hozirga kungacha yig'ildi. Ya'ni shu $29,500-$30,000 atrofida mablag' zarur bo'lib turibdi. Bu qachon bilet olganman degandek? 25-26 fevral kunlariga, 2026-25-26 fevral kunlariga mo'ljallayapmiz. Nimaga borishdi, ketishdi. Hozir mana respublikadan 5 ta shunaqa Durbejonga o'xshagan operatsiya qilinadigan odamlar ketish kerak ekan. Shuni 6-chisi qilib Durbejonni srochno borish kerakligi uchun qo'shishdi, majbur nima qiladi. O'sha taklifnomaga qo'shib, hozir 25-26 fevral kunlariga mo'ljallab turibmiz, o'sha yerga borishimiz kerak. Mana shu qog'ozlar hamma shuda, Ha. Virusologiyaniki, Toshkentga olib borganmiz, Analiz natijalari, mana donorlarni nimalari, analiz natijalari, ikkita singillari donorlar, analiz natijalari, chaqiruv qog'ozlari hammasi shuni ichida. Bizdan kelgan chaqiruv qog'ozlari nima? Keyin men bilan aytib o'taman-da sizga, qarang. Hozir o'zingizning kartangiz, shu balan o'zining kartasi bormi, ehson kartasi? Hozir onasi bilan, xolam bilan o'zining kartasini qo'yganmiz. Bor o'sha? Bor, Hurmatli obunachilarimiz, o'zlarining kartalarini qo'yiladi. Kimda kim men ehson qilaman desa, telefon nomerini ham yozib qo'yaman pastiga, ekran pastiga, bemalol aloqaga chiqasizlar, o'zlaringiz gaplashib, xohlasangiz kelib ko'ringlar. Mana Koson tumani Paxtazor Mefiya. Ashar kelasizlar. Bular o'zlari asli begona emas, Mirishkor tumanidan. Ya'ni 21 Eloboddan. Mirishkorlikda bitta pardashkada qilib, shu ukamizni bir qo'llab-quvvatlaymiz, Durbi ukamizni. Nasib bo'lsa yaxshi kunlarda xizmat qilamiz, to'ylarga xizmat qilamiz. Hurmatli xalqimiz, yurtimiz, Elobodliklar, Mirishkorliklar, butun O'zbekiston. Bu video murojaatimiz barcha blogerlarga ham kimdir ko'rib qolsa, kommentariyaga yozib, qo'llab-quvvatlaymiz. Mana hozir Durbi ukamiz ham o'zidan bir og'iz suhbatni eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston ahli hammaga hammalardan yordam so'rab qolaman. Shifo nasib sog'ayib oyoqqa turib kelsam,
ehsonlarga unaqa yordam qilib, albatta 1000 barobar qaytaraman. Agar ehson qilmaslar duoda bo'lib turingizlar. Duolaringiz ayaymangizlar. Rahmat. Bu kishi uyalchakroq ekan. Siz yaqinroq keling-da, mana. Hurmatli obunachilar, bu videomiz YouTube kanalimizda ketadi. Instagram, TikTokga 3 ta kanalga qo'yiladi. Bemalol do'stlaringizga podpiska qilib ulashib, qo'llab-quvvatlaymiz, like bosib, kommentariyaga yozib, tilaklaringizni bildirib qo'yamiz. Duoda bo'lamiz, hamjihat bo'lamiz. Bu masalan opa ekranga nomerni qo'yiladi, karta nomerlar o'zidagi bo'ladi. Telefon nomeringizni qo'yamiz, kimdir murojaat qilishi mumkin. Akalarimiz bor, ukalarimiz bor. O'z bemalol gaplashib, adres tushuntirasiz. Video boshida aytdik ham. Videomizdan sal cho'zilib qoldi. O'sha nima deymiz? Qo'llab-quvvatlaymiz. Mirishkorliklar, O'zbekiston xalqi, ukamiz ko'rdinglar. Men bu yerda yolg'on narsa yo'q. Telefon nomerlar qo'yaman ekranga, boshdan qo'yib kelaman. Qo'yinglar boshlada hamda. Telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin Durbeda ayalarim bilan. Bo'lmasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nasibda ba'zi o'sha Hindistonga borib kelgandan keyin ham kelib bitta video qilib, qanaqa o'zgarish bo'lgan natijalarni qo'yib boramiz kanalimizga agar qo'ldan kelib podpishkada bo'lib tursanglar. Hammaga rahmat. Agar biroz gapingiz bo'lsa aytib qo'ying xalqimizga. Saxovat Besha xalqimga rahmat. Duoda bo'lsin. Meni bolamni ham sog'ayib ketishiga ko'maklashga yordam qilingizlar. Men ham bolam sog'ayib kelsa o'zi xuddi Saxovat Besha insonlar singari bu ham Qaytarar yaxshi kunlar. yaxshi kunlaringizga yoniga turadi, yonlaringizga turadi. Duoda bo'ling, bolam sog'ayib kelsin. Meni bir o'g'lim yonimga turishini, dadasini o'rnini bosishini xohlayman. Bu ham o'qiydi. 5-kurs o'qishi ham mana borolgani yo'q. Bir haftadan beri yaxshi odam bo'lsin, ilmga avvalo qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Hurmatli obunachilarimiz, hammaga rahmat. Bu videomiz yana short videoga ham qo'yiladi, kaltagina videochada qilib, TikTokga joylagan, Instagramga bo'yiga qo'yamiz. U tomondan o'tib like bosib qo'yamiz. Bitta video ko'rasiz, bitta like bosib, qanaqa o'g'aylaringiz bormi, bitta tashlab yuboramiz. Podpishkada bo'lamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Ekranda o'zining kartalari bo'ladi, egalari nomeri, bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.